Jahon chempionatidagi tarixiy gol va kutilmagan baxtsiz hodisa. Ispaniyani to'xtatib bir kechada dunyo yulduziga aylangan 40 yoshli darvozabon. Braziliyadagi dahshatli fojia, arqonsiz jarlikka tashlangan qiz va 5 yildan beri umuman o'tirmay tik turgan hindistonlik erkak. Haftaning eng shov-shuvli va muhim xabarlari bilan biz boshladik. Meksikadagi muhtasham Azteca stadionida futbol bo'yicha Jahon chempionati K guruhi birinchi tur uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda tarixda ilk bor Jahon chempionatida qatnashayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi maydonga tushib, 1-3 hisobiga mag'lub bo'ldi. 41-daqiqada kolumbiyalik Daniel Munoz Luis Diasning uzatmasidan unumli foydalanib hisobni ochdi. 61-daqiqada esa vakillarimiz muvozanatni tiklashdi. Eldor Shomurodovning zarbasidan keyin qaytgan to'pni Abbosbek Fayzullayev boshi bilan darvozaga joylab, O'zbekistonning Jahon chempionatlaridagi tarixiy ilk golini urdi. Hisob 1-1. 66-daqiqada Luis Dias kuchli zarbasi bilan Kolumbiyani yana oldinga olib chiqdi. O'zbekiston hujumlariga qaramay, Kolumbiya futbolchisi Jamilton Kompas 3-golni urib yakuniy nuqtani qo'ydi. O'zbekiston terma jamoasi guruhdagi keyingi uchrashuvini 23-iyun kuni Portugaliyaga qarshi, guruhning so'nggi bahsini esa 28-iyunda Kongoga qarshi o'tkazadi. Keyingi bosqichga chiqish imkoniyati hali oldinda. Jahon chempionati 2026 doirasidagi O'zbekiston va Kolumbiya o'rtasidagi uchrashuvda kutilmagan holat yuz berdi. O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov maydon chetida operator bilan to'qnashib ketdi. Voqea o'yinning 32-daqiqasida sodir bo'ldi. Husanov kolumbiyalik Luis Dias bilan kurash olib borayotgan paytda tezligini to'xtata olmay, maydon chetida ishlayotgan operatorga borib urilgan va to'qnashuv oqibatida operator jarohat olgan. Keyinchalik operator oyog'idan shikastlangani ma'lum bo'lgan va 2 kishi uni tez yordam mashinasiga yetib olishiga ko'maklashgan. Mazkur vaziyatdan so'ng bosh hakam Anthony Taylor Husanovga sariq kartochka ko'rsatgan. Shundan so'ng operatorning holidan xabar olinib, unga himoyachining imzosi tushirilgan maxsus futbolka topshirildi. Husanov operatorga tezroq sog'ayib ketishini tilab, o'zining samimiy tilaklarini bildirdi. Hukumatning 11-iyundagi qaroriga ko'ra, xorijiy va nodavlat oliy ta'lim muassasalaridan davlat oliygohlariga o'qishini ko'chirayotgan talabalarga yangi imkoniyat yaratiladi. Endilikda chet tili va umumta'lim fanlaridan milliy yoki xalqaro sertifikatga ega talabalar imtihonlarda maksimal yoki qo'shimcha ball olishlari mumkin. Arizalar har yili 15-iyuldan 5-avgustgacha yoki agentlikning maxsus elektron platformasi yoxud davlat xizmatlari markazlari orqali qabul qilinadi. Hujjatlar to'liq bo'lmasa, noto'g'ri ma'lumot taqdim etilsa yoki to'lov amalga oshirilmasa, ariza rad etiladi. Ariza va unga ilova qilingan hujjatlar ishchi organ tomonidan har yili 15-iyuldan 6-avgustgacha ko'rib chiqilib, natijada arizani qabul qilish yoki rad etish haqida qaror chiqariladi va bu haqida ariza beruvchiga yoki maxsus platforma orqali xabarnoma yuboriladi. Shuningdek, o'qishni ko'chirish bo'yicha QR kodli imtihon natijalari vakolatli organ tomonidan imtihonlar yakunlangandan so'ng 1 hafta ichida ariza beruvchiga yetkaziladi. Davlat xizmatidan foydalanish uchun 206 ming so'm miqdorida to'lov undiriladi. Hafta shov-shuvli xabarlarga to'la bo'ldi. 2026-yilgi Jahon chempionatining eng yirik kutilmagan voqeasi ijtimoiy tarmoqlarda ham aks sado berdi. Amaldagi Yevropa chempioni Ispaniyaga qarshi qahramonlik ko'rsatgan Cabo Verde terma jamoasi darvozaboni Vazinha bir kechada dunyo yulduziga aylandi. 15-iyun kuni AQShning Atlanta shahrida bo'lib o'tgan o'yinda Jahon chempionati debutanti bo'lgan Cabo Verde Ispaniya bilan 0-0 hisobida durang o'ynadi. Mazkur bahsda 40 yoshli Vazinha naq 7 ta super seyf ijro etib, uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. O'yindan oldin Instagram'da 46 ming obunachi, o'yindan keyin milliondan oshib ketdi. Hozirda dunyoning turli burchaklaridan 10 minglab futbol muxlislari tajribali darvozabonning sahifasiga kirib, uni ushbu unutilmas o'yin bilan tabriklashmoqda va kuzatuvchilar soni shiddat bilan o'sishda davom etmoqda. Braziliyaning San-Paulo shtati tarkibiga kiruvchi Limeira shahridagi ko'prikda baxtsiz hodisa yuz berdi. Arqondan sakrash bo'yicha ekstremal o'yinda qatnashgan 21 yoshli qiz xavfsizlik arqoni bog'lanmasdan taxminan 40 metr balandlikdagi platformadan pastga tashlab yuborilishi oqibatida halok bo'ldi. Mahalliy hukumatning ma'lum qilishicha, instruktorlar qizning yerga urilishining oldini oluvchi
eng asosiy xavfsizlik moslamasini unga ulashni unutib qoldirishgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bir nechta odam qizni sakrash nuqtasiga ko'tarib borayotgani aks etgan. Qiz pastga qo'yib yuborilayotgandan bir necha soniya o'tib, atrofdagilar xavfsizlik arqoni yo'qligini payqab, vahima ichida baqira boshlashgan. Fojia yuz bergach, voqea joyidagi 2 nafar gumonlanuvchi yaqin atrofdagi o'rmon ichiga qochib berkinishga uringan. Biroq tezkor qidiruv operatsiyasi natijasida ular qo'lga olingan. Shuningdek, mazkur holat yuzasidan jami 6 kishi hibsga olinib, politsiya mahkamasiga so'roq qilish uchun olib ketilgan. Hindistonlik Davlatgiriji Maharaj ismli erkak Shiva ma'budiga bag'ishlangan qadimiy Khada Tapasya amaliyotiga ko'ra, naq 5 yildan buyon bir joyda tinimsiz tik turib kelmoqda. Bu haqda Taza TV xabar berdi. Uning qasamyodiga ko'ra, ushbu jarayon jami 12 yil davom etishi kerak. Hinduizm an'analarida bunday qiyinchilik ruhiy kuch olish va ma'budga yaqinlashishga yordam beradi deb ishoniladi. U 5 yildan beri biror marta o'tirmagan va yotmagan. Erkak hatto tunda ham tik turgan holda uxlaydi. Yiqilib ketmasligi uchun unga maxsus o'rnatilgan suyanchiq, tirgak konstruksiya yordam beradi. Bunday og'ir sinov uning salomatligiga qattiq zarar yetkazgan. Oyoqlari qattiq shishib, qorayib ketgan. Tomirlarda esa qon aylanishi o'ta yomonlashgan. Shunga qaramay, u o'z qasamyodidan qaytmoqchi emas. Mahalliy ibodatxona ko'ngillilari uning oyoqlariga shifobaxsh malhamlar surtib, parvarish qilmoqda. Erkak qasami to'liq bajarilishi uchun yana 7 yil davomida tik turishi kerak bo'ladi. O'tgan haftaning eng shov-shuvli va qiziqarli xabarlari mana shulardan iborat edi. Xo'sh, sizningcha O'zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi o'yinda g'alaba qozona oladimi? O'z fikrlaringizni albatta izohlarda yozib keting.